قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 15-darsni o'qiymiz. Bugungi darsimizda sizlarga asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun biz ilgirki soatlik darsimizda iza bilan tanishib chiqqan. Ya'ni iza zarf bo'lib, shartning ma'nosini o'z ichiga olib, bir fe'llik jumlaning beshiga kirib, bu jumlani shartlik jumlaga o'zgartiradi degan. Masalan, iza jaa Ramazon futihat abwabul jannah. Ramazon kelsa jannatning eshiklari eshiladi. Demak, bu yerda izaning kelishi bilan bu yerdagi jaa fi'lu shart, ya'ni shartlik fe'lga futihat shu shartlik fe'lningki javobiga aylandi. Masalan, Ramazon kelsa jannatning eshiklari ochildi. Demak, bu jumlada bunda 3 xil qurilma bor. Buning birinchisi iza. Buni biz adatu shart, ya'ni shart vasitasi deb ataymiz. İkincisi şartning fe'li, ya'ni fi'lu shart, ya'ni jaa. İza kelib, jaa kelib, undan keyin bu yerda fe'l, shartlik bir fe'l shakllandi. Buni biz fi'lu shart deb ataymiz. Endi mushu shartga javob bo'lib kelgan futihat degan fe'lni biz javobu shart deb ataymiz. Demak, adatu shart, fi'lu shart, javobu shartdan iborat bu 3 tarkib bilan shartlik foydali bir jumla hosil bo'ladi. Endi bizning bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz izaga o'xshash yana boshqa vositalar bormi? Ya'ni jumlaning shartlik jumlaga o'zgartiradigan boshqa vositalar bormi? Albatta bor. Biz buning qilib qolganlari bilan bugun tanishib chiqamiz. Uningki birisi adavat shart. Shartning vositalari. Birinchisi in. Bu izaga o'xshash fe'lning beshiga kiradi. Shundaqla fi'lu shart va javobi shartdan tarkib topib bir foydali jumla hosil bo'ladi. Masalan, in tazhab nazhab. Agar borsangiz boramiz. In tazhab agar borsangiz shart, nazhab boramiz javobi. Demak, in adatu shart, tazhab fi'lu shart, nazhab javobi shart. Mana bu 3 qurilmadan shartlik bir foydali jumla hosil bo'ldi deymiz. Endi indin yana boshqasi man, mata, ma, mahma, ayna, ayyun. Bularmi adavatu shart. Ya'ni fe'llik bir jumlaning beshiga kelib, shu jumlani shartlik jumlaga o'zgartiradigan vositalarning qatoridan deymiz. Endi diqqat. Biz lam, lamma, lan nahiya, amrning lasi bu 4 harfni fi'li mudori'ni sukun qiladi deb o'rgangan. Bu faqat fi'li mudori'ni qanday qiladi? Sukun qiladi. Shuning uchun bu bir fe'lni sukun qiladigan omillar deb so'zlagan. Endi bu adavat shart, ya'ni shartning vositalari 2 dona fe'lni sukun qiladi. Qaysi 2 fe'lni? Fi'lu shart va javobi shartdan iborat 2 fe'lni qanday qiladi? Sukun qiladi. Masalan, in tazhab nazhab. Asli tazhabu nazhabu. Inning kirishi bilan tazhab nazhab deymiz. Demak, fi'lu shart va javobi shart nima o'qiladi? Sukun o'qiladi deymiz. Endi biz shartlik jumlaningki adatu shart, fi'lu shart, javobi shartdan iborat bu 3 qurilmadan hosil bo'lganligini tushundik. Endi fi'lu shart va javobi shart qanday bo'ladi? Bu cho'qim fe'l modi yoki cho'qim fe'l mudori bo'lish kerakmi deganda, yo'q, undaq emas. Buning bundaq 4 xil shakllanish holati bor. Birinchisi fe'l shart, fe'l mudori, javobi shartmi fe'l mudori. Ikkilisi fe'l mudori keladigan holati bor. Masalan, in ta'udu na'ud. Agar qaytsanglar qaytamiz. Bu yerdagi in adatu shart. Ta'udu qaytsanglar fi'lu shart. Na'ud qaytimiz javobi shart. Demak, bu yerda fi'lu shart bo'lgan ta'udumu fi'l mudori, javobi shart bo'lgan na'udmu fi'l mudori. Demak, buningda ikkili qurilma fi'l mudori bo'ldi. Mana bu shartlik jumlaningki birinchi xil holati. Fi'lu shart va javobi shart ikkilisi qanday bo'ladi? Mudori bo'ladi.
Bu yerda ta'udu inning kirishi bilan sokinlik holati keldi deymiz. Qani buning sokin o'qilgani asli ta'uduna. Bu yerdagi nun sokin bo'lganligi uchun qanday qildi? Tushib ketdi deymiz. Naud oxirida uch qo'shqara sokin bo'ldi. Ikkinchi xil holati fi'lu shart va javobu shartning ikkilisi fi'li madi bo'lish. Ya'ni yuqoriqining aksi. Masalan, in udtum udna. Agar qaysanglar qaytimiz. Gerçi fi'lu shart va javobu shart ikkilisi fi'li madi bo'lsa-mu, bu shartlik jumlada buning ma'nosi fi'li mudari, ya'ni kelgusi zaman shaklida tarjima qilinadi. Agar qaysanglar qaytimiz. Demak, bu yerdagi agar qaysanglar shart, shunda u fi'li shart. Qaytimiz javobimiz unda shu. Demak, bu yerdagi fi'li shart va javobi shart ikkilisi qanday bo'ldi? Fi'li madi. Udtum qaytdinglar sizlar. Udna qaytdik biz. Ikkilisi qanday? Fi'li madi. Üçüncü xil holati fi'lu shart fi'li mudari, javobu shart fi'li madi. Masalan, men yaqum laylatal qadri g'ufira lah. Kimiki laylatul qadri tusa imanan va ihtisaban, haqiqiy iymon bilan Allohning rizoligini ko'zlab laylatul qadrni tusa g'ufira lah. Uning gunohi qanday qilindi? Mag'firat qilindi. Bu yerda qarab qolgan bo'lsak, kimiki Leylatul Qadr'da tusa shart shunda nima bo'lmoqchi? G'ufira. Javobi uni gunohi mag'firat qilindi. Demak, bu yerdagi man adatu shart, yaqum fi'lu shart, g'ufira javobi shart. Bu yerdagi fi'lu shart fi'li mudari bo'ldi, javobi shart fi'li madi bo'ldi deymiz. To'rtinchi xil holati fi'lu shart fi'li madi, javobi shart fi'li mudari. Mesela men kana yuridul ahirete nazid lahu fi harfi. Kimiki ahiretni irade kılsa, ahiretni halisa biz onun artıq qilib beramiz. Nazid qana qilib beramiz, artıq qilib beramiz. Bu yerda qarab baxadigan bo'lsak, men adatu shart, kana fi'lu shart. Kana fi'li madi mudarimu, albatta madi. Demak, bu yerda fi'li shart fi'li madi bo'ldi. Nazid javobimiz shu, artıq qilib beramiz. Bu yerdagi nazid degan fi'li mudari javobi shart bo'ldi. Demak, shartlik jumlaninki fi'lu shart va javobi shartning ahvoli yuqoridagi 4 xil ahvolda bo'ladi. Buni yig'inchoqlasak, birinchi xil holati fi'lu shart va javobi shart har ikkilisi fi'li mudari'dan tuziladi. Ikkinchi xil holati fi'lu shart va javobi shart har ikkilisi fi'li madidan tuziladi. Uchinchi xil holati fi'li shart mudari, javobi shart madi. To'rtinchi xil holati fi'li shart madi, javobi shart mudari. Mana bu shartlik jumlaninki qurilish ahvoli. Endi biz ilgirki soatlik darsimizda javobi shart ikki xil ahvol ostida fa bilan birga kelishi kerak degan. U ikki xil ahvol ostida qaysi? Birinchisi ay yakuna jumla ismiya. Jumla ismiya bo'lsa. Birinchisi jumla ismiya bo'lsa. Ikkinchisi javobi shart fi'li talabi bo'lsa deb biz buni tushungan o'rganib bo'lgan. Fe'li amr, nahi, istifhom. Javobi shart dal mush 3 ning biriga tushib qolsa, buni fa agishib kelish kerak dedik. Endi biz buning davomini o'qiymiz. Ya'ni javobi shartga fa'ni agishib kelishga tegishli bo'lgan o'rinlar. Uchinchisi, agar javobi shart fi'li jamid bo'lib qolsa. Fi'li jamid degan nima deganda, uning mudorisi yoki amrisi tulanmaydigan fi'lni biz fi'l jamid deymiz. Masalan, laysa desak, bu laysininki mudorisi yo'q. Shunga biz buni nima deymiz? Jamid fi'l deymiz. Men g'ashshana falaysa minna. Kimiki bizni aldisa, bizdan emas. Kimiki bizni aldisa, shart shunaqo, javobi-chi falaysa minna, bizdan emas. Asli laysa minna. Bu yerga fa agishib keldi. Nima uchun? Buning javobi fi'li jamid bo'lganligi uchun deymiz. To'rtinchisi, agar javobi shart qat bilan birga kelgan bo'lsa, buningga qatning oldiga fa'na kirib faqat deb akilish kerak. Ma yuti'illaha va rasulahu faqad faz. Kimiki Alloh va uning elchisiga itoat qilsa, faqad faza fawzun azima. Shunaqo. U katta utuqqa erishgan bo'ldi. Bu yerdagi kimiki Alloh va uning elchisiga itoat qilsa, shart. Javobi-chi qad faza. Chuqum qanday qildi? Utuq qozondi. Qat. Nima uchun fa biyaga birga keldi? Chunki javobi shartga qat kelganligi uchun beshiga
bununğa fa'ni ergashtirib kelish kerak deymiz. 5-incisi ayyaqtarina biman nafiya. Javobi shartga ma'un nafiya birga kelgan bo'lsa, biz buning oldiga fa'ni ergashtirib kelishimiz kerak. Mahma takuniz-zuruf fama akzib. Mahma biz yuqorida so'zlagan adavatu shart. Ya'ni shartlarning vositalarining qatoridan. Sharoit qandoq bo'lib kelsin, nima bo'lmoqchi? Fama akzib. Yolg'on aytmayman. Ya'ni ma akzibu. Shundaqmi? Bu yerda nima uchun farqlashib keldi? Bu javobi shartning oldiga ma'un nafiya kelganlik uchun buningga farqlashib keldi deymiz. 6-incisi javobi shartga lan birga kelgan bo'lsa, lan ya'ni hargiz deganni bildirgan lan kelgan bo'lsa. Masalan, man labisal harira falan yalbasahu fil akhirah. Kimiki yipakni kiysa, kimki yipakni kiydi ekan, qaranglar shart shunday, nima bo'lmoqchi? Falan yalbasahu fil akhirah. Uni oxiratda hargiz kiymaydi. Asli lan yalbasahu. Nima uchun bu yerga farqlashib keldi? Chunki bu javobi shart lan bilan boshlanganlik uchun buning oldiga fa'ni kelish kerak. Boshqa yerda gap qolsa shunday qilamiz, ha. 7-incisi javobi shart sin bilan birga kelgan bo'lsa, ya'ni mustaqbal kelgusini bildiradigan sin bilan kelgan bo'lsa, buning oldig'imiz fa'ni kelish kerak. Masalan, in tusafir, agar safar qilsangiz, men safar qilman. Fasa usafir. Men qana qilaman, safar qilaman. Masalan, sa usafir, men safar qilaman. Bu yerga javobi shartga sin kelganlik uchun buning oldig'imiz fa'ni kelish kerak deymiz. 8-incisi javobi shartga savfi birga kelgan bo'lsa. Masalan, va in khiftum ailatan fasawfa yughnikumulloh. Agar sizlar namratchilikdan qo'rqsanglar, shart. Javobi shu. Fasawfa yughnikumulloh. Alloh sizlarni patiqani qana qiladi, boy qiladi. Bu yerdagi asli sawfa. Fa nima uchun keldi? Chunki bu javobi shart bo'lganligi uchun, buning beshidan savf kelganligi uchun fa birga kelishi kerak deymiz. 9-incisi javobi shartning beshiga ka'annama kelgan bo'lsa. Misoli, man qatala nafsan bighayri nafsin fa ka'annama qatala an-nas. Kimiki bir jonni bighayri nafsin nahaq o'ltirsa, nima bo'lmoqchi? Fa ka'annama qatala an-nas jami'a. Xuddi hammadan o'ltirganga o'xshashlaydi. Demak, javobi ka'annama. Nima uchun bu yerga fa nimani uchun keldi? Chunki bu javobi shart. Qatala degan fi'l shartning javobining oldiga ka'annama kelganlik uchun buning beshiga fa'ni kelishimiz kerak deymiz. Demak, biz fi'l shartda tuandikidek 9 xil sababni bayqasak, buning oldiga chuqum fa'ni keltirib kelamiz. Bu intayin muhim qoida. Buni sizlar qayta muzokara qilib tatbiqlashingiz kerak. Diqqat. Endi yuqorqi 9 xil ahvolning hammasi javobi shartga fa ergashib keladigan holatlar. Endi deydi, yuqorqidek mush 9 xil sabab tepilib fa ergashtirib kelgandan keyin javobi shartni sukun o'qimaymiz. Asli javobi shart nima o'qiladi? Fi'l mudori bo'lsa, sukun o'qiladi. Endi fa oldiga kelib qolgan bo'lsa, bu sukun o'qilmaydi. Unda qanday bo'ldi? Buningdagi i'rob asli javobi shart cho'qim sukun o'qiladi. Fa kelgan vaqtda fi'l mudorining oxirini sukun o'qimaymiz. Bu vaqtda bir butun jumlaga beramiz sukunliq degan i'robni. Shunga bu yerda sukunliq o'rnida deymiz. Deydi, la yujzamu javobi shart idza iqtarana bil fa. Sakin qilinmaydi javobi shart agar fa bilan birga kelib qolsa. Va yakun al-i'rab bo'ladi i'rab hina idin shu vaqtda jumlaga bo'ldi. Masalan, man labisal harir asli yalbas bo'lish kerak asli. Yalbas. Falan yalbasahu deb buni sakin qilmay biz zivar o'qib berdik. Lanning ta'siri bilan. Nima uchun buni sakin qilmaymiz javobida? Chunki buning beshiga fa keldi. Bu vaqtda biz i'robni o'sha bir butun jumlaga beramiz. Bir butun jumla sukunliq o'rnida deb qaraymiz. Endi o'rgatmoqchi bo'lgan yana bir mazmun biz kamni istifhomiya, ya'ni savol so'rashni ishlatiladi deb o'rgangan.
qancha, necha, kam kitaban indak, sening qashanda qancha kitob bor deb. Endi bugungi darsimizda biz kamniki yana bir yangi ma'nosini o'rganamiz. U qaysi? Kam al-xabariya, ya'ni ko'plikni bildiradigan, hayron qilib ko'plikni bildiradigan kam. Bu kamil xabariyaning ma'nosi nurg'un, ko'p degan ma'nosi bor. Buni texmo tuandagi misoldan tushunamiz. Masalan, kam istifhamiya va xabariya ikki turlik bo'ladi. Biz kamil istifhamiyani o'rgandik. Kam kitaban indak, sening qashanda qancha kitob bor deb. Kamil xabariya cho desa, kam kitabin indak. Bu vaqtda buning kamil istifhamiyaning tamizi zivar o'qiladi. Kamdan keyin kelgan so'z zivar, kam kitaban. Ammo kamil xabariyadan keyin kelgan buning tamizini nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Kam kitabin indak. Bu vaqtda buning ma'nosi sening qashingda nurg'ulg'an kitob bor ekan degan bo'ladi. Nurg'ulg'an kitob bor ekan. Ba'zi vaqtda buning oldiga min birga keladi. Kam min kitabin indak deb. Ya'ni ikkinchi farqi bu kamil istifhamiyaning kamil xabariyaninki kamning tamizi cho'qim birlik holatdagi ism bo'lib keladi. Birlik holatda. Masalan, kam kitaban birlik, ammo kam kitaban ikkilik yoki kam kutuban deb bunda ko'plik holatda yoki ikkilik holatda kelmaydi. Ammo kamil xabariyaninki tamizi birlikmi keladi, ko'plikmi keladi. Masalan, kam kutubin indak. Sizning qashanda nurg'ulg'an kitob bor ekan degan bo'ladi. Bu vaqtda qancha, necha degan ma'nosi bo'lmaydi. Uchinchi xil farqi kamil istifhamiya kirgan jumlaning oxiriga so'roq belgisi qo'yiladi. Kamil xabariya kirgan jumlaning oxiriga undash belgisi qo'yiladi. To'rtinchi xil farqi kamil istifhamiya savol so'rash talaffuzda deyiladi. Buni biz ohang deb aytamiz. Kamil xabariya ishlatgan vaqtimizda hayron qilish shaklida ishlatamiz. Kam kitaban indak. Istifhamiyani kam kitaban indak savol so'rash shaklida ishlatamiz. Ikkisi mush jihatlarda farq qiladi. Endi oxirgi mazmun hatta. Hattaning tuandagidek ikki xil ma'nosi bor. Hatta laha ma'niyan deydi. Hatta uning ikki ma'nosi bor. Birinchi ma'nosi ila ma'nosi bor. G'aqa degan ma'nosi bor. Buning misoli la tadkhul hatta tasta'dina. Kirmagan ruxsat so'g'uchilik. Ruxsat so'may turib kirma degan gap. Ya'ni ruxsat so'g'uchilik kirma. Bu yerda ila ma'nosi bor. İkinci ma'nosi lamut ta'lil, illat sabab ma'nosi bor. Fadakhaltu hatta la ashghalak. Sizni qarshilik qilmay deb qana qildim? Kirdim. Ya'ni fadakhaltu hatta la ashghalak. Bu yerdagi hatta lam ma'nosi olan. Ta'lilning lami. Ya'ni fadakhaltu likay la ashghalak. Sizni qarshilik qilmaslikim uchun kirdim deganga o'xshash. Demak, hattaninki ila va lamut ta'lil ma'nosi va buni biz jumlaningki bosh oyog'iga siyoqqa qarab ayiramiz. Buning qoidasi va yakunu fi'l mudari' ba'daha mansub. Endi bu hattadan keyin kelgan fi'l mudari' zavar bo'ladi. Nimaga asosan zavar bo'ladi? Hatta zavar qilamdi fi'l mudari'ni? Yo'q. Bi an mudmiratan. Misha hattadan keyin yushrun an bilan hattadan keyingi yushrun an bilan zavar qilamiz. Demak, hattadan keyin bu yerda yushrun bir an bor deb qaraymiz. Bi an mudmira wujuban deydi. Yushrun an bilan wujuban keskin holatda zavar qo'yamiz deydi. Endi biz ilgirki ma'lum bir darsimizda ismlarni kichiltishni o'rgangan. Masalan, valad, vulayt, kalbun, kulayb deb kichik ma'nosini bildiradi. Valad desak balasi vulayt texmi kichik bala. Kalbun ikkita bo'lsa, kulayb bo'lsa kuchuk deganga o'xshash. Endi bu kichiltishning tuandagidek 3 xil o'lchimi bor. Abniyatut tasghira 3 deydi. Kichiltishning qurilmalari 3. Birinchisi fa'ilun. Fa'ilun kalbun fu'ailun fu'ailun kalbun kulaybun jabalun jubaylun kichik tog' degan gap. Jabalun tog', jubaylun kichik tog'. Ikkinchi xil o'lchami fu'ailun. Fu'ailun xuddi kitobini kutayyibun yani tashdida kutayyibun deganga o'xshash. Uchinchi xil o'lchami fu'ailun mafatih ochqich bo'lsa mufaytihun. Mufaytihun desak
kichik ochqushni ko'rsatadi. Demak, ismlarni kichigiltishning tuandagidek 3 xil qurilmasi bor. Fa'ilun, fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Bugungi darsimizdagi asosli mazmunlarimiz shu. Qolgan mazmunlarni biz tekstni va mashqni ishlash jarayonida so'zlab Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul khamis 10. 15-dars. Al-mudarris: Ya Yasiru, innaka ghibta usbu'ayn kamilayn. Ey Yasir, sen haqiqatan to'liq 2 hafta kamiding. Ghibta g'oyib bo'lding, kamiding. Intaghib ba'da hada tufsal. Agar bundan keyin kamsan, haydilsa. تفصل هيدلسة فإن اللائحة تنص على أنه من يغب أكثر من أسبوعين يطوى قيده. Çünkü laiha deyen tüzüm tenussu ala ennehu men yegib. Kimi ki 2 haftadan köproq g'oyib bo'ladigan, uning yo'qligi qotlanadi deb belgilangan. Tenussu deyen gap belgilen, nassa deyen gap belgiledi, tenussu belgileydi. Tüzüm şundaq belgileydi demekçi. Dep belgilengen dep tushunsanlar bo'ladi. Lan aghiba ba'da hada inşaallah. Allah xalsa bundan keyin g'oyib bo'lmayman, ya'ni kamay qolmayman demekçi. Kam marratin qultali hakaza. Kam marratin diqqata, kamdan keyin marratin zir qildi. Bu qanday kamkan? Xabariga. Unda bo'lsa buni nurg'un deb tarjima qilamiz. Hakada mushundaq degan. Mushundaq menga nurg'un qatim deding. Mundaq gapni menga nurg'un qatim deding. Marra qatim. Ma kuntu aghibu illa bi'uzrin. G'oyib bo'lmadim faqat özr bilan. Ya'ni özr bilan g'oyib bo'ldim, kamidim. Mahma yakunil uzru falan yuqbala ba'dal an. Özür qandaq bo'lib ketsin, hozirdan keyin qabul qilinmaydi. Yadkhulun Nu'man kiradi. Man jaa mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'zin. Kimiki kechikib kelsa shart. Fala yadkhul hatta yasta'zin. Ruxsat so'g'uchilik kirmasin. Ya'ni ruxsat so'g'uchilik kirmasin. Ana asif, man absunman. Ra'aytuka mashghulan fadakhaltu hatta la ashghalak. Man absunman. Ra'aytuka mashghulan. Seni aldirash ko'rdim. Fa an dakhaltu hatta la ashghalak. Seni qashil qilmaslikim uchun kirdim. Yadkhulul muraqib, kuzatchi kiradi. Ha'um i'lanan muhimman. Endi ha'u degan bu ism fe'l. O'zi ism, ma'nosi fe'l. Ma'nosi xuz, tut degan ma'nosi va ha'um bo'lsa tutung degan gap. Ha'um i'lanan muhimman. Tutunglar, bu muhim e'lon. Hadihi 5 kutayyibat mufidatin tahwi qisasan islamiyya. Bu 5 foydali kichik kitobcha o'z ichiga oladi islomiy qissalarni. Faman yaqra'ha ويجيب عن الأسئلة الواردة في آخرها فله جائزة. Kimiki onu o'qib, onun oxirida kelgan savollarga javob bersa, shart shunaqa, falahu jaiza. Uningga mukofot bor. Faman arada an yashtarika fi hadhihi al-musabaqa falyusajjil ismahu indi. Kimiki bu musobaqaga qatnashishni iroda qilsa, ya'ni xolisa, falyusajjil ismahu indi. Tizimlasun ismini mening qashimda. Ya sheyx, la najiduka fi maktabika fi kathirin min al-ahyan. Ey sheyx, topolmaymiz ishxonangda ko'pincha ahvollarda seni ko'pincha ahvollarda ishxonangda topolmaymiz. Illam tajiduni fi maktabi fasatajidunani fi maktabil mudir. Agar meni ishxonamda topolmasanglar, fasatajiduni fi maktabil mudir. Mudirning ishxonasida topsizlar. Ya fadilatash sheyx, ey fazilatlik sheyx, inna abdallah fi maktabi.
Ey faziletli şeyh, Abdullah mening ishxonamda. In i'tazara ilayka afatasmahu lahu bid-dukhul? Agar sizga uzr aytsa, afatasmahu lahu, uningga kirishga ruxsat qilamsiz? Na'am, shundaq. Yakhrujul muraqib, kuzatchi chiqdi. Ya Ahmad, iqra'il ayatal waridata fid dars. Ey Ahmad, darsda kelgan oyatni o'qing. Ba'dal isti'azati wal basmala, a'udhu billahi va bismillahdan keyin ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Ey Allohga ishongan kishilar, agar Allohga yordam bersanglar, shart javobichi yansurkum. Sizlarga qanday qiladi? Yordam beradi. Va yuthabbit aqdamakum. Va sizlarning qadaminglarni mustahkam qiladi. لماذا جزمت الأفعال الواردة في هذه الآية يا فضيلة الشيخ؟ Faziletlik şeyh, bu ayetki kelgan fiillar nima uchun sukun o'qildi? Juzimat. Sukun o'qildi. Ya'ni in tansurulloh. Tansurumuz sukun o'qildi. Qanday sukun o'qildi? Asli tansuruna. Ko'plik shakli shunday, o muxatab erlik ko'plik shakli. Bu sukun o'qilgan vaqtda nun chiqib ketadi. Nunning chiqib ketganligi sukun o'qilganlikning alomati. Shuni so'raydi bu yerda va yansurkum uch qanday qildi? Sukun o'qildi. Bunun sukun o'qilish sababini so'rayotdi. In adatu shart, in shart vastisi tajzimu fi'layn, ikki fi'lni sakin qiladi. Masalan, in tajtahid tanjah. Agar tirishsang imtihondan o'tsa. Dediki tajtahid sukun bo'ldi, tanjahmu sukun bo'ldi. Inning sababi. In tazhab ila suq azhab ma'ak. Agar bozorga borsang, sen bilan birga boraman. Bu yerdami tazhab asli tazhabu va mu azhabu ikkilisi inning kirishi bilan bu fi'l shart bo'lganlik uchun, bu javob shart bo'lganlik uchun sukun o'qildi deymiz. Va yusamma al-awwal, ataludi birinchisi fi'l shart. Fi'l shart deb ataladi. Qaysi birinchisi? Tazhab. Val akhar, yana birisi. Qaysi yana birisi? Azhab. Cevabı şart deb ataladi. Ve fil ayetil kerime fi'lu şart. Ayet kerimedeki fi'lu şart tansuru. Ve cevabuhu yansur. Ve onun cevabı yansur. Vel fi'lu yuthabbit ve yuthabbit. Yuthabbit. Şuna umsagını okuduğu ve yuthabbit degen fi'l ma'tuf, yani atf qilingan yansurga. Yansurga agashtirib keltirgan. Agashtirib keltirib qanday qiladi? Bu mu harakatda agishadi. Shuning uchun yuthabbit mu yansurga agishib sukun o'qildi deymiz. Arju an takuna qad fahimtum. Tushungan bo'lishinglarni umid qilaman. Arju umid qilaman an takunu bo'lishinglarni qad fahimtum. Tushungan bo'lishinglarni umid qilaman. Atastati'u an tadhkura ayatan ukhra tahwi in ya Yasir? Ey Yasir, inni o'z ichiga olgan boshqa oyatni so'zlay olamsiz? Naam, bi'awnillah. Shundaq Allohning yordami bilan. Qala ta'ala, dedi Alloh taala, va in ta'udu na'ud. Agar qaytsanglar, qaytimiz. Bu yerda inni o'z ichiga oldi. Ahsant, yaxshi qilding. Ayumkinuka an tadhkura ayatan ukhra ya Nu'man? Ey Nu'man, boshqa oyat so'zlashing mumkin bo'lamdi? Naam, bi'awnillah. Shundaq Allohning yordami bilan. Qala ta'ala, dedi Alloh taala, va illa taghfirli va tarhamni akum minal khasirin. Agar sizlar bizga mag'firat qilmasizlar va mehribonlik qilmasizlar, biz jannat qushlardan bo'lib qolaman. Agar sizlar mag'firat qilmasizlar va rahim qilmasizlar, men jannat qushlarining qatoridan bo'lib qolaman. Bu yerda in qani in ba va in la taghfirli. İkisi nun tashlanib ketib illa bo'lgan. Aslisi in la. Maşallah. İlla huna. Bu yerda illa uning aslisi in ve lan nafiye. Lan nafiyenin ve indin terkib topgan. Athammat adavatun ukhra tajzimu fi'alayn ya ustaz. Ey ustaz, athamma degan biz bu yerda degan gap. Bu yerda boshqa vositalar bormi? Ikki fe'lni sakin qiladigan. Ustaz, ikki fe'lni sukun qiladigan boshqa vositalar bu yerda bormi? Naam, shundaq. In harf, va hunaka 10 asma' asma' tajzimu fi'alayn. Bu yerda 10 dona ism bor. 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 10 dona ism
ikki fe'lni sukun qiladi. Ahammuha uning muhimroqi bizning bugun darsdan bir so'zlagan vositalar. Birinchisi man. Manmu fe'l shart qiladi va ikki fe'lni qana qiladi? Sukun qiladi. Masalan, faman ya'mal, asli ya'malu shunaqa. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yarah. Kimiki misqol zarrachilik bir yaxshilik qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. Ya'mal fe'l shart sukun bo'ldi, yarah javob shart sukun bo'ldi. Qanday sukun bo'ldi? Buning sukun bo'lganning alomati oxiriga kesalar hep tashlandi deymiz. İkincisi ma. Ve ma tef'alu min khayrin ya'lamhullah. Sizlar yaxshiliklardan qilgan ishinglarni nimani qilsanglar, yaxshilikdan ve ma tef'alu nima qilsanglar ya'lamu. Alloh uni qanaqata biladi. Bu yerdagi ma'ning kirishidan tef'alu sukun bo'ldi. Ya'ni nunning tushib ketishi bilan buning sukun bo'lganlik alomati bo'ldi. Ya'lam deb degan bu javobi oshkora sukun bo'ldi. Üçüncüsü meta. Masalan, meta tusafir usafir. Qachon safar qilsangiz safar qilaman. Mana tusafir usafir. Oshkora sukun. Undan keyin ayna. Masalan, ayna taskun askun. Qayerda o'tirsangiz o'tiraman. Wa kathiran ma talhaquha ma'uz zaida dedi. Kathiran ma ko'pincha vaqtda talhaquha qo'shiladi u ayniga ortiq ma qo'shiladi. Nima uchun qo'shiladi? Littavkid, ta'kidlash, mazmunni kuchaytirish uchun. Aynama takunu yudrikkumul maut. Qayerda bo'lmanglar? Aynama takunu bo'lish sunago. Aynama takunu qayerda bo'lmanglar? Yudrikkumul maut. Ulamsizni topadi. Shart qayerda bo'lmanglar? Javobi yudrikkumul maut. Undan keyin ayyun. Masalan, ayya mu'jamin najid fil maktaba nashtari. Kitobxonda qaysi lug'atni topsak, uni sotib olamiz. Najid sukun bo'ldi, nashtari oxirgi kesal harfning tashlanishi bilan sukun bo'ldi. Undan keyin mahma. Mahma taqul nusaddiq. Nimali dema biz sana ishonamiz. Mahma degan gap, nimali dema degan gap, ha? Nimalar degan gap? Mahma degan gap qandoq, nima degan gap. Nimali dema nusaddiq sana ishonamiz. Yani seni tasdiqlaymiz. İfhamu hada ders ceyiden. Bu dersni yaxshi tushuninglar. Faman fahima hada dersa faqad fahima durusan kathira. Kimiki bu dersni tushunsa faqad fahima durusan kathira. Nurg'un dersni tushungan bo'ldi. Bu amaliyat. Bugungi ders intayin muhim. Li durusun idafiyun hada al-masa. Mening bu kashda qo'shimcha darsim bor. Idafi qo'shimcha. Faman arada an yastafida falyahdur. Kimiki foydalanishni xohlasa, iroda qilsa, falyahdur, hozir bo'lsin. Va man lam yahdur falaysa bimalum. Kimiki hozir bo'lmasa, falaysa bimalum. Malomat qilinuvchi emas. Kulluna sayahduru inshaalloh. Alloh xolsa hammamiz hozir bo'ladi. Mata ta'tun, qachon kelisizlar? Mata ta'ti na'ti. Siz qachon kelsangiz na'ti. Biz kelamiz. Demak, matamu biyadish adatu shart, ta'ti fi'lu shart, na'ti javobu shart. Ikkilisining sukunga alomat bo'lishi uchun oxirgi kesalar qanday qildi? Tashlanib ketdi. Saati sa'at ar-rabi'ata inshaalloh. Alloh xolisa soat 4 da kelaman. Fi ayyi faslin najlis? Qaysi sinfda o'tiramiz? Ayyi faslin najid xaliyan najlis fi? Qaysi sinfni bo'sh topsak uningda o'tiramiz. Bugungi darsimizning teksti mush yerda oxirlashdi. Endi sizlar biz darsni ilgari so'zlagan qoidalarni pishiq o'rganib bo'lgandan keyin bugungi darsning tekstini qayta o'qiysizlar va bugungi dars so'zlagan grammatikalik mazmunlarni tekstni izlaysizlar va bu haqida o'ylaysizlar. Biz buning davomini o'qigan vaqtda sizlarga texnik tushunishlik bo'ladi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.